Nuh alayhissalom haqida gapirar ekanmiz. U zot 950 yil hayot kechirgan. Bu hayotlari davomida shunaqa sabrni, matonatni ko'rsatganki, Qur'ondagi qissalarda Nuh alayhissalomni hayotini o'qigan inson shunaqa ham naqadar bir bag'ri keng, kuchli, sabrli, matonatli insonni Alloh taolo dunyoga keltirib qo'yganini, yaratib qo'yganini inson ko'radi. Biz masalan hayot sinovlarida bundan eshitamiz, ba'zan hayotlarimizda ham bo'ladi sinovlar. Masalan, yaqinlari vafot qiladi yoki bir mol dunyosi ketib qoladi, bankrotga uchraydi va hokazo ishlarga bilan sinaladi. Mana shu holatlarda inson o'zini qanday tuta olishi ana shu jarayonda insonni qanday inson ekanligini ko'rsatadi. Endi biz aytayotgan insonlarning hayoti nari borsa 80 yillik hayotni kechiradi. Bu joyda Nuh alayhissalom 950 yil yashagan. Boshqa insonlar asosan o'zini hayotini yashaydi. Masalan, uy-joy quradi, bola-chaqa orttiradi, karyera qilaman deydi va hokazo ishlarga o'zini uradi va yo'li do'stlari bilan bog'larga boradi, ziyoratlarga boradi, tog'larga boradi. Xullas kalom, dam olishlari, istirohatlari o'ziga yarasha holatlari bo'ladi baribir. Hayotda nimadandir zavqlanib, nimagadir muhabbat qo'yib yashaydi. Lekin payg'ambarlarning risolati, hayotdagi o'rni umuman boshqacha bo'lgan. Ularning ichida ham bu yurish-turishda yuksak maqomda bo'lgan 5 payg'ambar o'tgan. Mana shu payg'ambarlarning birinchisi Nuh alayhissalom bo'lgan. Nuh alayhissalom ulul azm payg'ambarlarning birinchisi hisoblanadi. Bu zot 950 yil davomida Allohni buyurib qo'ygan, chizib qo'ygan chizig'idan chiqmasdan tili bilan, dili bilan, jismi bilan, ruhi bilan Allohning aytgan shariatida tura olishni ko'rsatgan insonlar. Nuh alayhissalom atrofidagi insonlar shu qadar johil bo'lganki, Nuh alayhissalomni umrlarining oxirigacha u kishidan yuz o'girgan. Ya'ni har qanaqangi yomonlik bo'lsa, Nuh alayhissalomga yetkazgan. Nima zulm, sitam, qabohat bo'lsa, Nuh alayhissalom ana shu atrofidagi jamoatdan, xalqidan ko'rgan, eshitgan. Mana shunday hayotni yashab o'tgan. Bu hazil gap emas, bu insonning bardoshi naqadar ulug' bo'lishi kerak buning uchun. Chunki bizga ko'chada yurganimizda oddiy bir odam, hatto masalan yo'lda mashinada ketayotganingizda bir mashina kelib yo'lingizni siqib o'tib ketib qolsa, qancha kayfiyatingiz buziladi. Yoki hech narsa birov kelib turtib o'tib ketib, uzr ham so'ramasdan qaytaga g'odranib, qattiq gapirib, chetroq tursang bo'lmaydim degan ma'noda gapirib ketsa, qalbimiz qancha og'riydi. Endi Nuh alayhissalom mana shuni 950 yil davomida ko'rgan. U kishiga yuborilgan sinovlar mana shunday bo'lgan. 950 yillik hayotda Nuh alayhissalom sabr, tavakkul, shukr, ochlik bu sinovlardan tashqari masxara, zulm, hatto uyidagi o'g'li ham, ayoli ham ana shu masxara qiluvchilarning tarafida turgan. Buni tasavvur qilish dahshat. Bundan tashqari mana shu 950 yil ichida ba'zi rivoyatlarda aytiladiki, Nuh alayhissalomga ergashganlar soni 80 tagina oshgan. Ya'ni 80 tadan oshiq odam bo'lgan. Agar buni yillarga o'lchasak, har 100 yillar atrofida bir dona odam islomga kirgan bo'ladi. O'nlab yillar da'vat qilinyapti. Bir odamni da'vat qilinyapti. Bitta odam iymonga kelyapti. Yana o'nlab yillab sabr, matonat bilan da'vat qilinadi. Bir dona odam islomga kiradi. Ana shu ham vaqti kelib butunlay to'xtagan. Ya'ni xalqlar Nuh alayhissalom qavmlari butunlay islomga kirishdan to'xtagan. Va Nuh alayhissalom qo'llarini ko'tarib Roblariga nido qilib duo qilgan. Mana shu duo qilganlarida ham butun kamchilikni o'ziga nisbat berib duo qilgan.
duodagi tavozeni, go'zalligini Qur'onda keltirilgan shunchaki insonni hayratda yoqa ushlaydi. Masalan, hayotimizda ko'ramiz, janozalar bo'lib qoladi. Endi insonni boshiga keladigan katta musibatlardan bittasi bu uni yaxshi ko'rgan insonlarning vafot qilishi bo'ladi. Shunda odamlardan eshitib qolamiz, bevaqt o'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, nega bu o'ladi? Alloh taoloning qadariga, uni yaratishiga, u yuboradigan o'limga rozi bo'lmaganligini bemalol e'lon qiladi insonlar. Nuh alayhissalom juda katta ibrat. U zot shunchalik islomga insonlarni chaqirib ustiga yana sinovlar, zulmlar kelishiga qaramasdan Robblariga nisbatan tavoze bilan duo qilganlarida aybni o'zlariga olib gapirib duo qildilar. Qur'oni Karimda bu keltirilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Fada'a robbahu anni mag'lubun fantasir." Ey Robbim, men mag'lub bo'ldim. Menga yordam bergin dedilar. Ya'ni sen bergan ishlarni vazifasini uddalay olmadim, mag'lub bo'ldim, o'zing yordam qilgin dedilar. Agar aqli bor, tafakkuri bor odam bu insonni hayotini ko'rib, o'qib, bilib turib va u zot aytayotgan gapni, duoni mag'zini chaqsa, naqadar ulug'vorlik bor. Nuh alayhissalom duo qilganlarida Nuh alayhissalom duo qilganlarida tirikchiliklari o'tmay qolgani uchun emas, salomatligi ketib qolganligi uchun emas, dunyoni yaxshiliklariga yetolmay qolganligi uchun emas edi, balkim Allohning dini, risolati to'xtab qolganligi uchun duo qilgan edilar. Alloh taolo o'zining azaliy ilmi bilan bu narsani bilardi. Endi Nuh alayhissalomga hech kim ergashmasligini ham bilar edi. Shuning uchun Nuh alayhissalomning duolari qabul bo'ldi. Va darhol duo qaqshatqich balo bilan qabul qilindi. Ya'ni xalqlarning ustiga kofir bo'lgan, kufrda turib qolgan, Nuh alayhissalomning risolatlariga ergashmagan zolim qavm boshiga osmonlardan va yerdan balo ofatlar suv ko'rinishida ochildi. Shunday sinovni boshidan o'tkazgan zot Nuh alayhissalom ham qiyomat kuni qiyomatning dahshatini shundan bilsa bo'ladiki, Allohim salomat qilgin deb turar ekan. Xalqlar yalinib Nuh alayhissalomning oldiga kelib, Robbingizga duo qiling, Robbingiz o'rtasida vositachilik qiling deganlarida yo'q. Robbim bugun boshqa safargilardan ko'ra g'azabliroqdir. Men Robbimga duo qilishdan qo'rqaman. Allohim salomat qilgin deb turar ekan. Bugungi kunga bu narsani solishtirsak, musulmonlik holatida turgan odamlar juda ham xotirjamlikka berilgan. Axloqsiz ishlarni bemalol qilib turib, juda ko'p narsani qiyomat kuni xohlashadi, da'vo qilishadi, rahmatga erishishni xohlashadi. Agar kimki rahmatga erishishni xohlasa, Qur'onda kelayotgan solih zotlarning hayotiga qarasin. U zotlar qaysi tomonda va qanday shartlar bilan hayot kechirishgan. Ana shuni ushlasa inson qiyomat kuni yaxshilikka erishadi.